20 haftalik homila kuniga 200 marotibagacha qimirlaydi. 28-30 haftalik homila esa kuniga 600 marotibagacha qimirlashi mumkin. Ona qornidagi bolaning yetarlicha qimirlashi homilaning yaxshi rivojlanayotganligini bildiradi. Homila qimirlashi shart. Qimirlash orqali homila onasi bilan gaplashadi. Homila 8 haftaligidan qimirlashni boshlaydi, lekin buni ona sezmaydi, chunki homila juda ham kichkina va qimirlash natijasida bachadon devorlariga tegmaydi. 17-18 haftalik homila yorug'likni sezishi, ovozlarni eshitishi va bu taassurotlarga harakat bilan javob berishni boshlaydi. Homilador ayol birinchi homiladorlikda homilaning qimirlashini 20 haftaligidan keyin sezishni boshlaydi. Homila 28-32 haftaliklar orasida juda ham ko'p qimirlaydi. Bu orqali onasi bilan gaplashadi va onasining his-tuyg'ulariga harakat orqali javob beradi. 32 haftaligidan keyin homila qimirlashlar sonini keskin ravishda kamaytiradi, chunki homila yetarli darajada kattalashgan va qimirlashi uchun joy qolmagan bo'ladi. Homila juda ham qattiq yoki sust qimirlasa, qimirlashlar vaqtida ona og'riq sezsa, homilada qandaydir kasalliklar ketayotganligini, gipoksiya holati yoki homila yaxshi rivojlanmayotganligini bildiradi. Homilaning bir kunda necha marotaba qimirlashi juda ham muhim. Bu bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishini bildiradi. Homilaning qachon ko'p qimirlashi va qimirlashlar sonini qanday hisoblash kerakligi kommentariyada berib o'tilgan va bu haqida ma'lumot keyingi reelslarda ham berib o'tiladi.